Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va yangi kirib kelgan kuzatuvchilar. Ushbu video darslik rus tilida so'z boyligini oshirish uchun tayyorlandi. Video darsimiz sizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizning video darslar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanal ravnaqi uchun like bosib va izohda o'z fikringizni qoldirishingizni so'raymiz. Bu bizga yanada qiziqarli video darslar ishlab chiqarishga ko'mak beradi. Продумать – o'ylab ko'rmoq. Обдумать – o'ylab chiqmoq. Передумать – fikrini o'zgartirmoq. Надумать – o'ylab topmoq. Выдуматься – chuqur o'ylab ko'rmoq. Quyidagi fe'llarga misollar. Он продумал свой ответ. U o'z javobini o'ylab ko'rdi. Нужно обдумать этот план. Bu rejani o'ylab chiqish kerak. Я передумал идти в кино. Men kinoga borish fikrimni o'zgartirdim. Он надумал себе проблемы. U o'ziga muammo o'ylab topdi. Вдумайтесь в мои слова. Gaplarimni chuqur o'ylab ko'ring. Одуматься – o'ylab ko'rib xatosini tushunmoq. Раздумать – fikridan qaytmoq. Задуматься – o'ylab qolmoq. Придумать – o'ylab topmoq. Выдумать – to'qib chiqarmoq. Додуматься – yechimga kelmoq. Он одумался и попросил прощения. U o'ylab ko'rib xatosini tushungach kechirim so'radi. Я раздумал покупать новый телефон. Men yangi telefon sotib olish fikridan qaytdim. Она задумалась о будущем. U kelajak haqida o'ylab qoldi. Мы придумали интересную игру. Biz qiziqarli o'yin o'ylab topdik. Он выдумал смешную историю. U kulguli hikoya to'qib chiqardi. Мы быстро додумались до решения. Biz tezda yechimni o'ylab topdik. Думать fe'lining 11 xil shakli. Думать – o'ylamoq. Продумать – o'ylab ko'rmoq. Обдумать – o'ylab chiqmoq. Передумать – fikrini o'zgartirmoq. Надумать – o'ylab topmoq. Вдуматься – chuqur o'ylab ko'rmoq. Одуматься – o'ylab ko'rib xatosini tushunmoq. Раздумать – fikridan qaytmoq. Задуматься – o'ylab qolmoq. Придумать – o'ylab topmoq. Выдумать – to'qib chiqarmoq. Додуматься – yechimga kelmoq. Bugungi video darsimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va izohda o'z fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Aynan kelgusi darsda sizning taklifingiz va murojaatlaringizga ko'ra video dars ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.